Mongoliya haqida qiziqarli va foydali ma'lumotlar. Dunyodagi eng kam aholi zich joylashgan davlatlardan biri. Mongoliyada yer juda katta, lekin aholi soni kam. Shu sababli keng dashtlar va ochiq tabiat juda ko'p. Ikki poytaxti Ulan-Bator. Bu shahar dunyodagi eng sovuq poytaxtlardan biri hisoblanadi. Qishda harorat juda pastga tushadi. 3 buyuk imperiya tarixi. Mongoliya tarixda dunyodagi eng katta quruqlik imperiyasini yaratgan. Uni mashhur sarkarda Genghis Khan, Chingizxon asos solgan. 4 ko'chmanchi hayot tarzi. Hozir ham ko'plab mongollar an'anaviy ko'chmanchi hayot tarzida yashaydi. Ular Iger deb ataladigan otovlarda yashashadi. Gobi choli. Gobi desert dunyodagi eng mashhur chollardan biri. Bu yerda dinozavr suyaklari topilgan. Qor barsi vatani. Mongoliya noyob hayvon, qor barsi yashaydigan davlatlardan biri. U asosan tog'li hududlarda uchraydi. Ulkan Budda haykali. Gandantekchinlen monastiri ichida juda katta oltin Budda haykali joylashgan. Bu mamlakatdagi muhim diniy markazlardan biri. Eng katta milliy bog'lardan biri. Altay Tavan Bog National Park hududida muzliklar, baland tog'lar va qadimiy qoyatosh rasmlari mavjud. An'anaviy kiyim, del. Mongollar maxsus uzun kiyim, del kiyishadi. U sovuq iqlimga moslashgan. Sutli choy. Mongol an'anaviy choyi sut va tuz bilan tayyorlanadi. Bu ichimlik mehmonlarga hurmat belgisi sifatida tortiladi. Otlar soni ko'p. Mongoliyada otlar soni aholiga nisbatan juda ko'p. Ot madaniyatning ajralmas qismi. Qadimiy yozuv. Mongol an'anaviy yozuvi vertikal, yuqoridan pastga yoziladi. Bu yozuv hozir ham ba'zi. Milliy sport, kurash. Mongol kurashi mamlakatning eng qadimiy sport turlaridan biri. Har yili Nadam festivalida kurash, ot poygasi va kamondan o'q otish musobaqalari o'tkaziladi. 7 boy tabiiy resurslar. Mongoliya ko'mir, mis va oltin kabi tabiiy boyliklarga juda boy. Shu sababli kon sanoati muhim rol o'ynaydi. 8 otlar mamlakati. Mongol xalqi otlarni juda qadrlaydi. Ularning madaniyatida ot minish juda muhim o'rin tutadi. 2 gigant orasida joylashgan. Mongoliya faqat 2 davlat bilan chegaradosh, Rossiya va China. Dengizga chiqish yo'li yo'q. 2 eng katta haykal. Poytaxt yaqinida Genghis Khan sharafiga qurilgan ulkan otliq haykal bor. Bu dunyodagi eng katta otliq haykallardan biri. 3 juda toza osmon. Qishloq hududlarda havo juda toza va kechasi yulduzlar juda ravshan ko'rinadi. Shuning uchun sayyohlar tabiatni tomosha qilish uchun kelishadi. Nadam festivali. Har yili yozda o'tkaziladigan milliy bayram, Nadam. Internet va zamonaviy hayot. An'anaviy ko'chmanchi hayotga qaramay, ko'pchilik aholida smartfon va internet mavjud. Hatto ba'zi ko'chmanchilar ham quyosh panellari orqali elektr oladi. Qishki zud ofati. Ba'zida juda qattiq qish kelib, chorva uchun og'ir sharoit tug'diradi. Bu hodisa zud deb ataladi va chorvadorlarga katta zarar yetkazadi. Boy yovvoyi tabiat. Mongoliyada qor barsi, snow leopard, yovvoyi tuya va noyob hayvonlar yashaydi. An'anaviy musiqa. Mongol xalq qo'shiqchiligi tomoq orqali 2 tovush chiqarib kuylash usuli bilan mashhur. Bu throat singing xmi deb ataladi. Ot poygasi bolalar bilan. Nadam festivalida ot poygalarida ko'pincha bolalar chavandoz sifatida qatnashadi. Bu qadimiy an'ana hisoblanadi. Abadiy ko'k osmon mamlakati. Mongollar o'z yurtini abadiy ko'k osmon mamlakati deb atashadi. Yil davomida quyoshli kunlar juda ko'p bo'ladi. Qish juda sovuq. Ayrim hududlarda harorat juda keskin pasayadi. Shu sababli odamlar an'anaviy issiq kiyimlar kiyishadi. 6 burgut bilan ov qilish. Garbiy Mongoliyada ba'zi ko'chmanchilar burgutlarni qo'lga o'rgatib, ovda foydalanishadi. Bu qadimiy an'ana hisoblanadi. 7 dinozavr topilmalari. Gobi desert hududida dunyoga mashhur dinozavr tuxumlari va suyaklari topilgan. 8 yosh aholi. Mongoliya aholisi nisbatan yosh hisoblanadi. Bu esa mamlakat kelajagi uchun muhim omil. Dunyoning eng katta dengizsiz davlati. Mongoliya hududi juda katta bo'lsa-da, dengizga chiqish yo'li yo'q.
U hatto eng katta landlodket, dengizsiz davlatlardan biri hisoblanadi. 2. Buddizm keng tarqalgan. Mamlakatda Tibet buddizmi keng tarqalgan. Eng mashhur monastirlardan biri Gandan Tekchinlen monastiri bo'lib, u Ulan-Bator shahrida joylashgan. 3. Juda keng dashtlar. Mongoliya hududining katta qismi cheksiz dashtlardan iborat. Bu yerda minglab kilometr davom etadigan ochiq tabiatni ko'rish mumkin. Kanalga obuna bo'ling. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Rahmat.